Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Gold'da akasi TikTokerlar Gold'da ermek qilib chiqishyapti, o'qib chiqyapti deb bitta intervyusida aytib chiqibdi. Ular o'ziga o'xshagan aydaqalar ko'radi, hayplar ko'radi, u qiladi, bu qiladi. Ukajonim, men sizga necham video обращение qilmaganman. Gold'da qaqib qo'ygan joyi bor edi. Shuning uchun men video qilib chiqqanman. Buni o'zingizdan prekrasniy bilasiz. Haypda biz pulga sotib olamiz kerak bo'lsa, ukajon. Soqa. Liboy keladi. Soqaga sotib olamiz, ukam. TikTokerlar dastoyniy bolalar ko'rmaydi. Dastoyniyni pulga sotib olaman, ukajonim. Liboy dastoyniysini pulga sotaman, ishonavering. Hozirgi zamonda dastoyniy hech narsani hal qilmaydi. Siz ham soqa uchun chiqib urushyapsiz. Adin ekspert reklama qiladigan joyda solishyapsiz. Nima bo'lgan taqdirda ham mayli qolgan sportsmenlar ham qilyapti bu narsani, faqat ular gapirmay chiqib solishyapti. Dastoyniy, pastoyniy qilyapsiz ekan, ukam. O'sha harom luqmadan siz ham yeyapsiz. Men bor uzr, yana xafa qilib qo'ygan bo'lsam, xudo xolasa u qilsa yozvoradi, bu qilsa yozvoradi debsiz. Bizga urush kerak emas, ukam. 100 asr oldindamiz sizdan. Tanajoningiz sog' bo'lsin. TikTokerda eng oddiy videoshisiga pullaring solishtirib olmaysizlar. Men javob beraman. Eng oddiy videoshisiga. Ularda pul ko'p. Tak что joningiz sog' bo'lsin. Bosing, biz hamisha paddishkadamiz siz uchun.